sening chaqirig'ingga binoan labbaykada biz keldik. Ana shu qilgan umralarimizni o'zing dargohingda qabul qilgin. Benuqson qilganlar qatorida qilgin Parvardigor. Mana shu yerda tavof qilgan bo'lsak, nima zikrni qilgan bo'lsak, Qur'on o'qigan bo'lsak, hammasini o'zing dargohingda qabul qilgin. O'zing ziyodaligi bilan bergin Parvardigor. Noumid qilmagin. Gunohlardan forig' bo'lgan holatda qaytib ketyapmiz mana Xudo xolasa. Inshaalloh mana yurtimiz tinch, Xudo xolasa safarimiz bexatar bo'lib, Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Mana Xudo xolasa biz siz bilan bizni farishtalar qo'rg'ilab boradi. Mana Xudo xolasa yetgan manzilimizgacha sog'-omon keldik. Molimizni, jonimizni saqlab sog'-omon yetkazib qo'yish deydi. Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hammamizni qilgan mana shu umra amallarimizni ham benuqson qabul qilib, gunohlardan forig' bo'lgan holatda yurtimizga borish deydi. O'zi ro'zai nasib aylasin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin.